ishtirokchilarni profil egasi bilan nomerini tanishtirib o'tdim. Rasuljonov, o'zingiz boshlaysizmi, qolganlar boshlasinmi? Boshlab turaversin-chi, internet o'ynayapti doktor hozir. Bo'ladi. Qo'shilib olaman. Marhamat, birinchi bo'lib boshlayman degan ishtirokchi, qo'lingizni ko'tarsangiz mikrofoningizni ochib qo'yaman. Demak, 12 ta asosiy savol va 6 ta qo'shimcha savol. O'sha raqam nomerini tanlasangiz, o'sha raqamdagi savol sizga beriladi. Faqat savollarni tekshirish uchun biz javob berganingizdan keyin o'shani raqam bilan tashlaymiz, chunki savolga javob bo'lmasa, uni bera olmaymiz. Ishtirok etish huquqiga ega bo'lganlar oxirgi telefon raqami 2885 Turg'unova Gulshanoy, 8855 Ne'matullayeva, 6884 Sojidaxon, Rasuljonov keyinroq qo'shilaman dedi. 1321 O'g'iloy, 0272 yozuvlariga tushunmadim. 4511 0294 Dilbarxon, 4339 Umidaxon, 7738 Gulyamova, 0424 Abdurahimjon, 8900 Muhammad Anasxon, 0988 Usmon Aliyev, 3734 Astanova, 0034 Iroda Ulug'bekovna hamda 5046 Sadiqova. Qilamiz. Ha, yaqin Mustafa. O, Buxorodan kelgan. Iroda Ulug'bekovna. Xo'sh, 0094 profil egasi. Iroda Ulug'bekovna, assalomu alaykum, marhamat. Assalomu alaykum, doktor, yaxshimisiz? Rahmat, charchamayapsizlar, o'zalaringiz bilan. Charchamayapsizmi? Rahmat, ishtiroklar qilib oldingizmi, charchamang. Qayerdansiz? Quvadanman, doktor. Quva, Farg'ona shahar. Yaxshi. Demak, asosiy savolda 12 ta raqam, qo'shimchasida 6 ta raqam. Asosiydan bitta, qo'shimchadan bitta tanlasangiz, aynan shu raqamdagi savolni sizga beramiz. To'g'ri javob topsangiz, 1 dan 12 gacha bo'lgan raqamdan bitta tanlashim kerak-ku, doktor? Faqat savolni aytib bo'lganimizdan keyin 10 sekunddan oshiq vaqt kuta olmaymiz. Shuni inobatga olib qo'yasiz. Javob bor odam sirasi aytaveradi endi. Qolganlar endi internetdan qidirishga harakat qiladi-da, o'shalar inobatga olib vaqtini kamaytirganmiz. 1 dan 12 gacha tanlang. 7-raqam, doktor. 7. Keyingi qo'shimcha savolga 1 dan 6 gachasi. Qo'shimcha savolga 3. Xo'sh. 7 3 ketdi. 3. Birinchi asosiy savoldagi raqamdagi savolni beryapman. 7 savol. Demak, delfinlar uzuq-yuluq tovushlar chiqarib, bir-birlariga xavf, o'lja, joylashuv joycha bo'yicha xabar berishadi. Nima uchun aynan shu tovushlarni insonlar eshita olmaydi? Nimaga aynan delfinlar eshitadi? Chunki delfinlar bir joyda o'lja bo'lsa, bir-biriga tovush chiqaradi. Qisqa infratovush. Yo qayerdadir o'lja bo'lsa, yo xavf bo'lsa, yoki bo'lmasam hattoki ustida uchib yurgan qushlar bilan ham gaplashadi. O'sha qushlar qayerda baliqlar to'dasi bo'lsa, o'sha to'daga delfinlar kelib, to'dani sarosimaga soladida, sarosimadan o'sha baliqlar suv ustiga qochib chiqqanda
dengiz qushlari ham yeydi undan va delfinlar ham o'sha baliqlar bilan oziqlanadi. Nima uchun o'sha delfinlar chiqargan infratovushlarni insonlar eshita olmaydi? Vaqt 10 sekundda tugayapti. O'sha Ikkinchi savol. delfinlar bir-biriga doktor Labbay. javob beraveraymi? Bering mayli. Delfinlar shu o'zaro ultratovush signallaridan foydalanadi. Bu tovush nima deysiz? Chastotaga, ya'ni 20 dan 20 Hz chastotaga ega yuqori bo'ladi. Aha. Odamlar chastotani pastroq eshitadi. Shunaqa. Yana ham to'ldira olsangiz. Mayli, ikkinchi savolni berib turay. Xo'p, beraveraymi-da. Dunyo yaralibdiki, tabiiy tanlanish turlari bor. Shuni 3 tasini sanab bering. Qaytarib yuboring savolni. Dunyo yaralibdiki, tabiiy tanlanish bor. Aha. Tabiiy tanlanishni turlarini sanab bering 3 ta. Tabiiy tanlanish turlari. Xafa bo'lmaysiz, agar shu savolga to'g'ri javob berganingizda, birinchi savolingizga yordam berardim. O'shanda to'g'ri javobni inobatga olib, sizni o'yinda olib chiqishi mumkin edi, lekin ikkinchi savolga ham to'g'ri javob bera olmadingiz. Irodaxon profili. Keyingi ishtirokchimiz tayinlanib turing. Irodaxon Ulug'bekovna biz bilan tarmoqda bo'ldilar. Keyingi ishtirokchimiz Muhammad. Irodaxon Ulug'bekovna qaytib qo'sha olmayman. Marhamat, ro'yxatda profili ko'rsatilgan insonlar mikrofoningizni qo'shishingiz mumkin. Endi qolganlarni qaytib qo'sha olmayman bu safar. Irodaxon Ulug'bekovna xafa bo'lmaysiz. Faqat ishtirokingizni keyingi o'yinlarga olib qo'yamiz. Muhammad Nur. Tak. Muhammad Nur. Marhamat. Muhammad Nur biz bilan bog'lana olmayaptilar. Bizda Muhammadjon Ne'matulloyeva. Afsuski Muhammad Nur ham yo'q. Marhamat. 6894 Sojidaxon Anvarxon qizi profili. Assalomu alaykum doktor. Alaykum assalom. O'zingizni tanishtiring, qayerdansiz? Men Vadildan Sojidaman. Ha, Sojidaxon. Tanlang, qaysi savolni beray raqamdagi? 1 dan 12 gacha, 1 dan 7 gacha. 4-inchisi. 4, ikkinchisidan-chi? 6. Aha. Yaxshi. Demak, 4-savol. Sahobalar kimlar? Sahobalar kimlar? Sahobalar kimlar? Sahobalar shu Muhammad alayhisalomni ko'rgan, u bilan suhbatda bo'lganlar. Qabul qilamiz, mayli. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam bilan safdoshlari va u zot bilan muloqotda bo'lgan kishilar sahoba, suhbatdosh, yo'ldosh, hamroh ma'nolarni anglatardi. To'g'ri. Birinchi savol, ikkinchi savolga javob bera olsangiz 6-savol ekan. Demak, biz tush ko'ramiz, ha?
Ha? Shu tushda ko'ruvchi kim, ko'rinuvchi kim? Tushda ko'ruvchi kim? Tushda ko'ruvchi kim? Tushda ko'ruvchi kim? Ishtirokingiz uchun rahmat. Mayli, birinchi savolga to'g'ri javob berdilar, lekin ikkinchi savol afsuski javobsiz. 1 minut. Boqijonov. Boqijonov, marhamat. Boqijonov. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. O'zingiz o'ynaysizmi bugun? Ha, bugun o'zim o'ynaychi. Aha. Demak, 1dan 12gacha bo'lgan raqam, 1dan 6gacha bo'lgan raqam tanlaysiz. Birni tanlayman. 1 1dan 6gachasida? va 10. Yo'q, 1dan 6gacha qo'shimcha savollar. O'sha 1ni tanlab bo'lishdimi yo? 1ni tanlayman-da. Ha, ikkinchisida ham, ikkalasida ham 1. Ha, ikkalasida ham 1. Aha. Ha, pul topar ham yoningizda ekan-ku. Demak, asosiy savoldan beryapman. O'rta asrlarda jahondagi diniy markaz sifatida shuhrat qozonganligi uchun sharif unvoni berilgan 7 ta shahar nomi. Savolni Dunyoda eshitilyaptimi? Dunyoda din markazlari sifatida shuhrat qozonganligi uchun sharif unvoni berilgan 7 ta shahar nomi. Boqijonov. qaytaralasizmi? Yo'q, tarmog'ingiz nosoz bo'lsa siz bilan bog'lana olmayman, chunki savolni yo'llab bo'ldim. Boshdan aytdim, savolni yo'llamasdan oldin inobatga olinadi tarmoq nosozligi. Savol yo'llagandan keyin inobatga olinmaydi. Ming bor uzr. Demak, Boqijonov deyladik. Dilbarxon Isaqova. Son 0294. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Kimsiz? Bayramlar bilan. Rahmat. O'zlaringda ham. O'zingizni tanishtiring, qayerdansiz aka? O'zim Uchko'prikdan, hozir Farg'ona shahrida yashaymiz. Aha. 1dan 12gacha raqam tanlaysiz? Xo'p, 5 tanlandimi? Yo'q. 5. 5. 1dan 6gacha. 1dan 1 6gacha. tanlandi. 2. 5 2 ketyapti. Xo'sh, 5. O'zbekistonda kasbingiz nima aka? O'qituvchi. Qaysi fandan dars berasiz? Savolni o'qing, keyin aytaman. Mayli, xo'p bo'ladi aka. O'zbekiston hozirgi kunda O'zbekiston bosh bolalar urologi Agzam Xo'jayev Saydanvar Talatovich professor borlar. Ha, tarixchiman. Endi foydasi yo'q. Aytganingizni savoldan almashtirardim. O'sha inson O'zbekistonda birinchi bo'lib yangilik qilgan. Shu yangiliklardan 6 tasi qo'yilgan. Agar 3 tasini sanab bersangiz ham inobatga olamiz ekan. Hali O'zbekistonda unaqa narsalar qilinmagan shu inson O'zbekistonda birinchilardan bo'lib qo'ygan. Oxirgi 3 yil davomida.
xuddi shu operatsiyasi 6tasi bor. Faqat 3tasini sanab bersangiz ham meditsina xodimi bo'lmaganligingizni hisobga olib inobatga olamiz. Kasbingiz so'ragani shunda, agar meditsina xodimi bo'lsangiz 6tasini ham javob berishingiz kerak. Hop, rolik bo'lsa ko'chirib o'tkazgan bo'lsa kerak nimanidir. Nimani? Buyrak. Yo'q, bolalarda hali yo'lga qo'yilmagan buyrak ko'chirib o'tkazish O'zbekistonda. Men ikkinchi savol berib turaman aka. Как раз tarixchiman dedingiz. Tibbiyot rivojlanmagan davrda, ya'ni zamonaviy tibbiyot rivojlanmagan Ibn Sino davrida odamda terisidagi jarohatlar ipni o'rniga nimada tikilgan? Hozirgi kunda bu yog'ini kesib olsa zamonaviy ipda tikiladi. O'sha Ibn Sino davrida ipni o'rnida nima ishlatilgan? Otni yoli bo'lsa kerak, otni. To'g'ri, otni yoli ishlatilgan, faqat asosiy savolga javob bera olmadingiz. Javob berganingizni inobatga olib qo'yamiz aka. Siz bilan tarmoqdan keyin aloqaga chiqib, aynan sovrinli o'yin bo'lmasa ham keyingi o'yinlarimizda o'sha sovringa erishishingizga birinchilardan bo'lib shu ishtirokchilarni qo'shamiz. Faqat bu o'yinimiz ikkala savolga ham javob berish sharti bilan bo'lganligi uchun javob berganlar ham xafa bo'lib qolmasligini inobatga olib, aynan demak Dilbarxon Soqova ikkinchi hisobga olib qo'yamiz. Sojidaxon bilan hisobga olib qo'yamiz. Asosiy Muhammad Amin 5004 profili bo'lsa kerak. ellik 46 profil egasi Sodiqova, adashmasam Sodiqova. Assalomu alaykum. 5004 sizasiz? 5046. Ha, 5046, to'g'ri. O'zingiz tanishtiring. Yozyapmanmi? Ha, oldin ham ishtirok etgan ekansiz. Ro'za ayyomlaringiz bilan bayramlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat doktor, o'zizga ham. Muborak bo'lsin. Raqam 1dan 12 gacha bo'lgan raqam tanlashingiz kerak. 10-raqam. 10 1dan 6 gachadan. 5-raqam tanlangan yo'q? Yo'q, 5 tanlangan yo'q. Tanlanmaganlar qayta tanlanadi baribir. Faqat sizni demak 10-raqam ekan. Xo'sh. Kasbingiz nima? Uy bekasiman. Uy bekasiman deb qutulib qo'ya olasiz osongina. Cho'llarda gaz quvurlari o'tadi, kilometrlab. Gaz quvur deganim, demak o'sha turbani ichida minglab kilometrga ichida gazlar ketadi. O'sha gaz quvurlarini teshilgan joyini o'sha gazchi insonlar qayerdan bilishadi, qayerda teshilganini. Chunki uni hammasini borib tekshirib yurish imkoniyati yo'q. U kilometrlab, minglab kilometrlab ketgan gaz quvurlari bo'ladi. Aynan bir usulni qo'llaydi, o'sha joyda Doktor, ovozingiz kelmay qolyapti. Cho'llarda kilometrlab gaz quvurlari o'tadi. Aynan shu gaz quvurlarini teshilgan joyini aniqlab olish uchun xodimlar qanday usulni qo'llaydi? Menimcha ovozim yaxshi boryapti, mikrofonim yonib turibdi. Orada uzilib qoldi ovozingiz. Savolga tushundingizmi savolni? Gaz quvurlarini nima qilish kerak dedingiz, doktor? Minglab kilometrlarga cho'llarda gaz quvurlari ketadi. Shu gaz quvurlarini teshilgan joyini aniqlab olish uchun xodimlar qaysi usulni qo'llaydi? Qaysi usulni qo'llaydi?
Savolim tushunarli bo'ldi menimcha. Aynan quvurda teshilgan joy. Detektorlarni bilib turishadimi? Nima deysiz? Hid biladigan detektorlar bilan bilishadimi? Yo'q, yo'q. Bir usulni qo'llaydi. Aynan o'sha qaysi teshilgan Ani joydan sovunli suvda nima qilib ko'rishmaydimi? nima qiladi? Sovunli suvda tegizib ko'rishmaydimi? Uyimizda shunaqa qilamiz, pufakcha chiqadi. O'sha-da, shunaqa bo'lsa kerak. Ya. Aynan bunday emas, Sodiqova, ishtirok etganingiz uchun rahmat deymiz sizga. Faqat shartimizga ko'ra bundan ko'p bog'lana olmaymiz. Xo'sh, navbatdagi ishtirokchimiz marhamat. Xo'sh. 0272 telefon raqami egasi. Assalomu alaykum doktor, yaxshimisiz? Rahmat, charchamasizmi? Bayramlaringiz Rahmat. bilan. O'zlaringizda ham. Profilingizga nima deb yozgansiz? O'qiy olmadim. Muhaymin deb yozilgan. Muhayil. Muhaymin. Muhaymin. Ha, imi u? Men uni tayoqchadan tushundim. Muhaymin. Qayerdansiz? Qo'qondan. Ha, Qo'qon. Kasbingiz nima? Tarbiyachi. O, tarbiyachi. Mendan xafa bo'lar ekansiz-da. Osonroq Birdaniga berishda. raqam Muhayil demak 0272 egasi ekan. Birdan 12 gacha raqam tanlashingiz mumkin. 10 da tanlamoqchiman. 10 tanlangan yo'qmi? Bundan oldin tanlashda 10 da. 12 bo'lmasa. 2 ham tanlanmabdi. Birdan 6 gacha. 2. Ha, men 2 tanlanibdi-yu, savol yo'llanmabdi ekan. Xo'sh. Tarbiyachilar, mayli, qiziqib o'qigan bo'lsangiz, yaxshi o'rindagi savol turibdi. Demak, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning dadalari, otalari, bobolari va bobosining ismini aytib berishingiz kerak, 4 kishini. Payg'ambar. Savolim tushunarlimi? Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning dadasi, bobosi va katta bobosini aytib berishingiz kerak, 4 ta avlodini. Aynan shu ismlarni ixlos qilib, juda ko'pchilik insonlar farzandlariga shu ismlarni qo'yishadi. Payg'ambarimizning dadalarini ismi O'yinimiz shartiga ko'ra 10 so'm kutolmayman. Ilojimiz yo'q. Xo'sh. Demak, Muhaymil. Lochinbek bizda. Lochinbek yo'q bizda. Ostonova marhamat. Marhamat, Ostonova. Xo'sh. 37-34 profil egasi. Ostonova, bog'lanishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zingizni tanishtiring. Navoiy viloyatidan. Aha. Ostonova Lola. O, bir ham ishtirok etgansiz-a? Yo'q, birinchi marta. Birinchi martami? Qayerdansiz? Navoiy viloyatidan. Qayerdan Navoiyni? Qiziltepa. Ha, Qiziltepa. Hozir ham o'sha qizil rangli tepa bormi? Bor. Rostdan bormi? Bor, ha, tepaliklar bor. Qizil rangli o'sha. Qizil emas, sariqdan o'tkirroq rangda. Kasbingiz nima? O'qituvchi. Qaysi fandan dars berasiz? Ingliz tilidan. Malades. Shogirdlar chiqarib qo'yganmisiz, ha? Ha. Birdan 12 gacha raqam tanlang. Qaysi raqamlar qoldi?
Xo'sh, 7 tanlanibdi, 4 tanlanibdi. Demak, 8ni tanlayman agar tanlanmagan bo'lsa. aha, 1dan 6gacha 1dan 6gacha 4 bo'la qolsin. bo'ldi. 8-raqamdagi savolimiz. Balkim Almashtirar. asosiy savolingiz raqamini o'zgartirasiz. Bu tibbiyot O'zgartiraymi? tegishli bo'lgan savol ekanda. Qaysi xodimlarga? Tibbiyot xodimlariga tegishli savol ekan. Qaysi? Tibbiyotni bilmayman, o'zgartiraman unda. Farzandlaringiz bormi? Bor. Nechta? 2ta. Sizga yengillashtirish uchun savol beraman. Asosiy savollarimiz dindan va tibbiyotdan. Dindan bo'la qolsin. Dindan bo'lsa, Ha. dindan bo'lsa 3 hozir 3 Aha. 3 7 1 raqamini tanlashingiz mumkin. 3ni tanlayman. 3. Aha. Qarang. Alixon To'ra Sog'iniyni Tarixi Muhammadiya kitobi bor. Aynan shu kitobda olingan savol. Xo'sh. Kitobda yozilishicha, ruhimiz qanchalik yorug', musaffo bo'lsa, ko'rgan tushlarimiz shunchalik yorug' va to'g'ri chiqadi. Chunki payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytadilar: mendan keyin vahiy kelishi to'xtatilib, sirli va ko'rinmaydigan ilm eshiklari yopilur. Lekin deydi, shu toifa insonlarga kelgan tushlar vahiy namunasida to'g'ri kelur deydilar. Aynan o'sha qaysi insonlar tush ko'rgani vahiy o'rnida o'tadi. Qaysi insonlarning tushi shunda vahiy o'rnida o'tadi, ha, savol. Tarixi Muhammadiydan olingani? Savolim tushunarli sizga. Ha, hozir 4 ta shunaqa insonlar bor. Mayli birinchisini o'zim aytaman, u insonlar hozir yo'q. Payg'ambarlarni ko'rgan tushlari vahiy o'rnida o'tadi. Qolgan 3 toifa insonlar sanab berishingiz kerak. birinchisi payg'ambarlarimizniki, ikkinchi toifa insonlar solih insonlar bo'lishi mumkin. Keyin sahobalarimizniki bo'lishi mumkin va undan keyin Allohga yaqin insonlar, ya'ni avliyolar bo'lishligi mumkin. Yo'q, mayli. Payg'ambar Ba'zi birlari to'g'ri, lekin boshqalarga bermagan imkoniyatlarni sizga bera olmayman. Vaqt ko'paytirib borganimni hisobiga oxirigacha javob bera olishingizni kutdim, lekin javob to'g'ri bo'lgani yo'q. Shuning uchun ishtirokingiz uchun rahmat. Savol tugagandan keyin 10 sekund kutiladigan, sizga endi to'xtatgim kelmadi. 3-savol ketgan ekan. Keyingi o'yinlarda ishtirokingizda qisman to'g'ri javob berganingizni inobatga olamiz. Usmon Aliyev on 0988 profil egasi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bayramlaring muborak bo'lsin. Rahmat, o'zlaringiz ham kelayotgan hayit bayramlaring bilan. Qayerdansiz? Farg'ona shahar. Kasbingiz nima? Kasbim chevar. Birinchi raqam. Mana tabiiy belgilar orqali aniqlash. Gazni hidi chiqadi tekshirilgan joydan. Kechirasizlar, unaqa muammolar bilan davom ettira olmaymiz. Kasbim chevar qo'ygan.
Assalomu alaykum. Rasuljonov, qo'shilasizmi endi? Ha. 1dan 12gacha tanlang. 12. Xo'sh. Keyingisi 2. Doktor. 7, 77. 2. Javobini bilib oldingizmi? 2dan boshqasini tanlang. Ikkini javobi aytilibdi-yu. Ikkini javobi aytildi. Ibn Sino davrida jarohatlarni tiklashda nima ishlatilgan? Ot yolidan ishlatilgan. U javobi aytildi aka uni. Bo'lmasam 10. Yo'q, 1dan 6gacha. Birdan 6gacha aytilmagan birortasini aytavering bo'lmasam. Aytilmagan. Xo'sh. Ana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shajaralarini To'xtang. U aytmay turib o'yindan chiqib ketib qolasiz aka. o'sha savolni bering demoqchi edim. Aytmay turib o'yindan chiqib ketib qolasiz. Xo'sh. Suvdan beraymi, fizikadan yo o'simliklardan beraymi? Suvdan beravering. Fizikadan bering desangiz 1da tanlashingiz kerak, o'simliklardan desangiz 5da. 5ta. Hozir doktor birinchi 1dan 6gacha bo'lgan savollardan berilyaptimi yo 12gacha bo'lgan savollardan beriladimi birinchi? Yo'q, hozir 1dan 12gachani beraman. Javob berilsangiz, qo'shimchasini berishga majburman. Agar javob berolmasangiz, o'yinda xayrlashiladi. Yoki bo'lmasam, ikkala savoldan bittasiga javob bersangiz ham keyingi o'yinlarda ishtirokingiz inobatga olinadi. Shunaqa ekan, hali birinchi savolga javob bera olmasak, o'yin tugab qolyapti. Ikkinchi savolni ham bilib ko'raylik, aytib ko'ring nima. Yo'q, birinchi savolga javob berolmasangiz, o'yin to'xtatiladi. Faqat birinchi savolda qanaqadir darajada aytganlarga ikkinchisini berishga majbur bo'lyapman. Ha, tushunarli. Ikkalasini ham beraymi? Ikkovini ham bering. Mana ikkinchisidan boshlayapman bo'lmasa. 5-savol ekan. Dunyoda bitta daraxt borda, o'sha daraxtdan foydalanib, o'sha yil davomida necha marta yomg'ir yoqqanini bilib olasiz. Aynan qaysi daraxt shunday va qanday bilib olish mumkin? Bitta daraxt bor. Bir yilda necha marta yomg'ir yog'ganini bilib olishingiz mumkin o'sha daraxtga qarab. O'sha daraxtning nomi va aynan qaysi xususiyat sababli necha marta yomg'ir yoqqanini bilib olasiz. Uni nomini ham aytish kerak, qanaqa qilib bilib olishni ham aytish kerak. Ikkita qo'lda sanayapman sizga vaqt ko'proq ketsin. Xurmo. Ha, xurmo emas. Mayli, 12 ni beraman sizga. O'rmonda adashib qolgan odam shimol, janub qayoqqa borishini bilmaydi. Qo'lida kompas yo'q. Qayerdan biladi janub qayoqda, shimol qayoqdaligini? Qanday bilish imkoniyatlari bor? Imkoniyati yulduzlarga qarab bilib olsa bo'ladi. Keyin shamolni esishiga qarab. O'rmonda shamolni esishini bilib olmasa kerak, yo 30 metrli daraxtlar hammasi shamol qayerdan kelyapti, qayerdan ketyapti. Qutb yulduzidan biladi. Nimadan? Qutb yulduzi. Qanaqa yulduz? Qutb. Yo, balkim javobingizda qutb yulduzi deyapsiz. Biz u haqda
bilmasmiz. Faqat bizda boshqa javob. Agar haqiqatdan ham sizda qutb yulduzini javobi to'g'ri bo'lsa, aynan keyingi o'yinda savolga to'g'ri javob berganingizni inobatga olamiz. Faqat bizni javobda boshqa narsa turibdi, ikkita. O'shaning uchun inobatga ololmayman. Keyingi o'yinda ishtirok etishingizni hisobga olamiz. Umidaxon Rasuljonov Umidaxon profil egasi Umidaxon profil egasi aloqaga chiqishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Telefon raqamingizni oxirisini aytib yuboring. 4339. Aha. Alaykum assalom. Bayramlaringiz bilan tabriklaymiz. Ro'zalar Andijondan bilan. bo'lsalaring kerak, adashmasam. Ha, Andijondan. Xo'sh. 1 dan 12 gacha raqam tanlang. 7 tanlandimi yo'qmi? 7. 7. Yo'q, 7 tanlangan yo'q. Ha. Ha, yo'q, 7ni 7 tanlanibdi. Qaysi sonlar qoldi? Ha, 7ni qo'shimchasi ham bor ekan. Tak. 1 2 5 6 8 9 10 11. Qisqasi 3 4 3-4dan boshqa raqam tanlashingiz mumkin. 3 4 7dan. Ha, 2 bo'lsin. 2. Keyingisidan ham mayli 2. Keyingisidan ham 2 bo'sh tanlanmadi. Keyingisidan 2. Ya 2 ni javobi topilibdi, 2 dan boshqasi. Ha, 4chi. 1. Fiziklar savolim tanlab oldingizda. Bo'lmasam Demak, mayli. Ikkinchi savol. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning 4 ta yuqori avlodini sanab berish kerak. Dadasi, bobosi, yana bobosi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamda otasi Abdulloh, Aha, bobosi Abdumuttalib, aha. undan keyin Abdul Hoshim, katta bobo. Undan keyin Abdul Mannof. To'ppa-to'g'ri javob berdingiz. Faqat ikkinchi savolga ham javob berish kerak 500 mingni olish uchun. Agar ikkinchi savolga javob bera olmasangiz, birinchi savolga javob berganingiz keyingi o'yinlarda inobatga olinadi. Demak, 1 tanlabsiz ekan. Xo'sh. 1 litr suv og'irmi? 1 litr muz og'irmi? Nima uchun? 1 litr suv og'irmi, 1 litr muz og'irmi dedingiz? 1 litr hajmdagi muz og'irmi? Nima uchun? Teng. Javobingiz tengmi? Teng. Mayli, faqat javobi siz o'ylagandaqa emas edi. Demak, ikkinchi savolga to'g'ri javob berganingizni inobatga olib qo'yamiz. Umidaxon. Ikkinchi savol. Marhamat, keyingi ishtirokchilar. Usmonaliyev ishtirok etmoqchi. Usmonaliyev to'g'ri aytyapmanmi? 0988 profil egasi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Tarmoqdan chiqib Bayramlaring bilan. O'z chiqarib yubordingiz. Ha, tarmoq buzib qo'ydilar-da. Qaysi raqam tanladingiz? Birinchi raqam.
Mayli, birinchi raqam. Keyingisi, Keyingisi 4-raqam. unga ham bir. 4. Hozir. Osonrog'idan berasizda, doktor. Haligindaqa bonusli nimalaringiz yo'qmi, raqamlaringiz? Savolga javob bermay yutadigan. Yo'q, sovrinni o'zi 500 ming so'mda, o'shaning uchun bunga hech qanaqa yordam bera olmaymiz. Chunki sizga yordam bersam, qolgan hammaga ham yordam berishim kerak. O'shaning uchun onlayn olib boryapti. Mayli, birinchi savolni beraman. Dunyoda din markazlari sifatida shuhrat qozonganligi uchun Sharif unvoni berilgan shahar nomi 7 ta. Sharif unvoni berilgan 7 ta shahar. Xuddi shunday. Madina, Madina, Makka, keyin Saudiya Arabistoni, Makka, Quddus, Buxoro, Bag'dod, Damashq. Nechta bo'ldi? Mozori Sharifmi? Boshqatdan sanang. Makka, Madina, Mozori Sharif, Quddus, Buxoro, Damashq, Bag'dod. Mayli, inobatga olamiz. Sababini keyin aytaman. Demak, 4-savol tanlayapsiz. Savolga javob bersangiz, o'sha 500 ming so'mni pul mukofotini qo'lga kiritasiz. Dunyoda tabiiy tanlanish sababli saralanib keladi jonzotlar. Aynan insonlarda shu tabiiy tanlanishni buzuvchi kasb egalari kimlar? Insonlarda qanday tushunmadim savolni. Insonlarda tabiiy tanlanishni buzuvchi kasb egalari kimlar? Kasb egalari. Shartlar Kasb egalari. Menimcha doktorlar hisoblanadi. Tibbiyot xodimlari shular operatsiya qiladi, hali qon boshqaga bergan imkoniyatlarni hammaga berishimga to'g'ri keladi. Demak, birinchi savolda to'g'ri javob berdingiz. Inobatga olib qo'yamiz. Xo'sh, 08 birinchi savolga to'g'ri javob beramiz. Turg'un va Gavharoy. Turg'un va Gavharoy. Marhamat, Turg'unova Gulshanoy 28-85 profiliga. Turg'unova Gulshanoy 28-85 profiligasi. Orqasidan tayyorlanib turadilar. Gulyamova 77-38 profiligasi. Gulyamova marhamat 77-38 profiligasi. Gulyamova. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Quvasoydanman, shahardan. Kasbingiz nima? Talabaman. Qayerda o'qiysiz? Politsexda, hozir Farg'ona davlat texnika universiteti bo'ldi. Yaxshi. Demak, 1dan 12 gacha raqam tanlaysiz. Bu raqamlarimizni sizga qolganini aytaman.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5'ten yukarısı ekan. 5 bo'lsin mayli. 5 tibbiy savol. Tibbiyot bo'lmasin. Tibbiyot bo'lmasin siz 9, 10, 11 da tanlashingiz mumkin. 10 bo'lsin mayli. Birdan 6gacha tanlaysiz. Shundan 2 ni tanlamaysiz ekan. 2 bilan 4 ni tanlaymiz. 2 bilan 4 ni tanlaymiz. 1, 3, 5, 6. 1. Bununcha raqamdagi savolni beryapman. Yo'llarda teshilgan gaz quvurlari bo'ladi, kilometrlab ketgan. Aynan shu teshilgan gaz quvurlarini qanday qilib bilib olish imkoniyati bor? O'shanga qarab xodimlar uni yamaydi, remont qiladi. Ha, uni 3-4 xil yo'li bor. Masalan, gaz detektorlari bor. Shu gazni oqib chiqayotgan joyda masofasini aniqlaydi yoki issiqlik kamerasi yoki dron bilan aniqlasa ham bo'ladi. Kimyoviy usullar bor. Detektorda qanaqa aniqlaydi? Detektorda qanaqa aniqlaydi? Misol uchun 100 ming kilometrlab ketgan gaz quvurida detektorda qanday aniqlaydi? Balkim bilmasmiz biz. Siz to'g'ri javob berayotgandirsiz. Mana ultratovush sensori degan narsa borda, gaz shu suv sizib chiqayotgan joydan ma'lum miqdorda yer ostida bo'lgani uchun ham gaz ham sizib chiqadi. Shu gaz sizib chiqayotgan joyda hosil bo'layotgan tovush to'lqinlarini shu gaz detektordagi sensor aniqlab beradi. Shu yer ustida ketayotgan quvurda teshilgan joyni detektorda aniqlaydimi? Ha. Mayli, yozib qo'yaman. Faqat bizni javobimizda boshqa javob. Agar siz javobingizni to'g'ri deb topsak, keyingi o'yinlarimizda javob berganingizni inobatga olamiz. Xo'sh. Hozir 77-38 profiliga. Yana qanaqa aniqlaydi? Bizni savol javobimizda u javob emasda faqat. Lekin savolimiz cho'llardagi minglab kilometrlab ketgan gaz quvurlarini yerda ustida teshilgan teshigini qayerdan aniqlaydi? O'sha cho'llarda bo'lsa tuproqni rangi qurishi mumkin. Tuproqni rangi o'zgarishi mumkin. Suv chiqadi-ku o'sha yerdan, o'sha yerda tuproqning rangi o'zgaradi. Gaz quvuri deyapman, suv emas. Shu gaz chiqayotgan joyda ham o'shanaqa tuproqning rangi baribir o'zgaradi-da, yoki gaz chiqayotgan joyda bug'lanish, namlik paydo bo'ladi. Ular tuproqda rangi o'zgaryaptimi, yo'qmi ko'rib olishga imkoniyati yo'q. Minglab kilometrlab ketgan ham. Mayli, keyingi savolni beryapman. Birinchi savolda 1 litr suv og'irmi, 1 litr muz og'irmi? Nima uchun? 1 litr suv og'ir. Nimaga? Chunki uni massasi taxminan 1 kiloga to'g'ri keladi, lekin 1 litr muzni massasi 0.92 kilogramm bo'ladi. Malades. Fizika sohasida o'qiysizmi? Fizika o'qishga kirganman-da, narigini ham aynan o'tuvdik detektor orqasidan aniqlaydi deb tushuntirganini esladim, lekin faqat yo'lini aniq eslolmayapman. Lekin to'g'ri javob berdingiz. Faqat agar balki siz detektorist to'g'ridir, lekin agar bizni savolimiz, bergan savolimizga haqiqatdan ham sizni detektoringiz to'g'ri bo'lsa, inobatga olib 500 so'm pulni beramiz. Faqat bizni savolimizda boshqa javob ko'rsatilgan. Demak, savolni beryapman. Men cho'lda hech qanaqa odam oyog'i bilan yurib, turbani atrofida yurib borishning imkoniyati yo'q bo'lgan joy, o'sha yerda qayerdan teshilganligini aniqlash kerak. Balkim detektorda aniqlash uchun ham turba bilan yonida yurib aniqlash kerakdir. Agar haqiqatdan ham siz savolingiz, bizni javobingiz bizni savolimizga to'g'ri kelsa, 500 ming so'm pul mukofotini beramiz. Prosta o'yinda qisman g'olibisiz, savolimizga siz javobingiz to'g'ri kelsa beramiz endi. Uning uchun biz maslahatlashib ko'ramiz.
Keyin fizika sohasida ekansiz. Mana bu muz haqida ozgina odamlarga ham yangilik bo'lar. Muz suvda cho'kmaydi. Muz suvda cho'kmaydi. Elektr tokini o'tkazadimi? Elektr tokini yo'q. Dielektrik muz. Nimaga? To'g'ri javob Aynan berasiz. nimagaligini aynan nimagaligi esimda yo'q, lekin suv elektrik o'tkazuvchan, muz dielektrik hisoblanadi. To'g'risi o'qishga kirganimga 4 yil bo'ldi-da, fizika ancha esimdan chiqqan. Biz ham fizik emasmiz, tibbiyot xodimimiz. Muzda molekulyar bo'shliq tuzilishda bo'ladi. Aynan bo'shliq vujudga keltirganligi uchun elektr tokini o'tkazmaydi. Ha, Sizni telefon raqamingiz bizda bor ekan. Biz mutaxassis degan bo'laveradi. Aynan shular bilan Gulyamova 77-38 profil egasi ekan. Aynan demak qo'shimcha ikkinchi savolga asosiy 10-chi savol so'roq ostida qolyapti. Demak, hozircha 77-38 profil egasi Gulyamova to'g'ri javob bergan tariqasida qisman ishtirokchiga aylanayapti. Savollarni inobatga olamiz. Demak, vaqtimiz ham 1 soatdan o'tib ketdi. Oxirgi ishtirokchimiz Turg'unova adashib ketmay. Yigirma 85 profil egasi. Marhamat, aloqaga chiqishingiz mumkin. 28-85 profil. Assalomu alaykum doktor, yaxshimisiz? Assalomu rahmat. O'zingizni tanishtiring, qayerdansizlar? Gulshan Oyman, Quvadan, Turg'unova. Ha, o'shalar. Demak, savollarimiz sizga 5, 6, 8, 9, 11. 5, 6, 8, 9, 11. Osonrog'idan beravering. Shunday desam, o'zingiz tanishlaringizga tanlab beryapsiz deb Turg'unova. Bunday tushunmovchilik bo'lyapti shuning uchun. Tanishmasmiz. Tanlashingiz mumkin. Qaysi sohadanlik savolni aytaman, o'zgartirishingiz mumkin. Ha, men o'qituvchiman, biologiya. 5, 6 tibbiyot. 8 ham tibbiyot. 9 hamma bob. 11 tanlashingiz mumkin agar osonroq sizga. 11 mayli. Sizga 11 bera olmayman shekilli. Nega? Mayli. Nomadiz. Oxirgi ishtirokchisiz. O'rmonda adashib qoldingiz. Shimol-janubni qanday bilasiz? Shimol-janubda quyoshda chiqib botishi bilan. Quyosh yo'q, chiqmaydi ham, botmaydi ham. Quyosh yo'q. Shamol ham yo'q. O'rmonda adashib qoldingiz. Shimol-janubni qayerdan bilasiz? Daraxtlar shox-shabbasiga qarab kesilgan daraxtlarda nima halqasiga qarab. Siz vaqtim tugadi. Qancha javob bersangiz ham inobatga olaman. Ikkinchi demak, birinchi raqam topilibdi, ikkinchi raqam topilibdi. 3, 4, 5, 6. Ichida bitta siz biladigan savol bor. Topib olsangiz o'zingizga. Xo'p, ashuni bering-chi.
uni topib olsangiz o'ziga deyapman-da, men bersam sizga yordam qilgan bo'lib qolaman. 3, 4, 5, 6. Faqat belgilangan muddatda, ya'ni 10 sekund davomida javob berganingiz inobatga olinadi. 3, 4, 5, 6. Men sohamga yaqini bo'lsa beravering. Uni tanlab bera olmayman. Qolgan ishtirokchilar xafa bo'ladi. Tanlang 3, 4, 5, 6. Oxirgi ishtirokchisiz. 1, Necha? 4. Tabiiy tanlanishda buzuvchilar kimlar hisoblanadi? Tabiiy tanlanishda Insonlarda ichida tabiiy tanlanishda buzuvchilar kimlar hisoblanadi? Aynan sohani vakilini aytib berishingiz kerak. tabiiy tanlanishda o'rmon kesuvchilar. Mayli. Ishtirokingiz uchun rahmat. Muhammadjon. Mayli. Kim ekan bizda Muhammadjon? Muhammadjon profil egasi telefon raqamingizni aytib yuboring. Muhammadjon profil egasi telefon raqamingizni aytib yuboring. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Telefon raqamingizni oxirini aytib yuboring. 8853. Ha, Ne'matullayeva ekansiz. Xo'sh. Besh, 6, 7, 8, 9, 10 tanlashingiz mumkin. 10. 10? Ha, bu berilgan savol. Agar sizni javobingiz bizniki bilan bir xil bo'lsa, aynan sizga inobatga olinadi. Hozir ko'pchilik detektor deb beryapti. Cho'llarda teshilgan gaz quvurlarining teshigini qayerda teshilganligini qayerdan bilishadi? Minglab kilometr uzoqlikka ketgan gaz quvurlari cho'lda. Ko'pchilik detektor deb beryapti. Lekin boshqa javobni bersangiz, o'sha bizniki bo'lishi mumkin. Erta gaz quvurlarining oldida odam yurib tekshirish imkoniyati yo'q. Shuni qayerdan biladi gaz quvuri qayerda teshilganligini? Hidi chiqadi-yu, lekin nima? Ovoz chiqadimi? Hidini, ovozini bilib yurishning imkoniyati yo'q-da. Mayli, keyingi savolga o'tamiz. Javob bersangiz inobatga olamiz hammasini. Xo'sh. 3, 5, 6. Bitta raqam tanlang. 6. Biz tush ko'ramiz, ha? Shu tushda ko'ruvchi kimi, ko'rinuvchi kim? Tushda ko'ruvchi kim? O'zimiz ko'ramiz-ku. Uxlayotasiz, ko'rmaysiz. Ko'rinuvchi tushimizda ko'rganlarimiz bo'ladimi? Savolni to'g'ri berdim deb o'ylayman. Demak, biz tush ko'ramiz uxlagan paytimizda. Tushda ko'ruvchi kimi, ko'rinuvchi kim? Biz o'zimiz bo'lmaymiz, u paytda o'zimiz uxlaymiz. Demak, shuning bilan bugungi o'yinimizda adashmasam yetmish yetti, 38. 77-38 Gulyamova profil egasi qisman g'olib deb topiladi. Agar haqiqatdan ham o'sha bergan javobi bizni savolimizga mos kelsa, mutaxassislar bilan gaplashamiz. O'sha 500 so'm pul mukofoti qo'lga kiritganligini inobatga olamiz azizlar. Ko'pchiliklar xafa bo'lmanglar. 10 sekund o'tib ketgandan keyin savolga javob berishni boshlayapsizlar, chunki
har xil tarmoqlardan yoki boshqa manbalardan bilib olgan holatda keyin javobni qaytaryapsiz. Dastlab savolni bergan paytimda boshqa javob, lekin ma'lum sekund o'tgandan keyin javob berishni boshlayapsizlar. Shuning uchun 10 sekunddan keyingi javoblarni inobatga olinmadi. Garchi to'g'ri javob bergan bo'lsangiz ham. Chunki savolni tugatganimizda sizda unaqa javob yo'q edi. Savolga javob bor odam shunday savolni berganda o'zi to'g'ri javob berishni boshlaydi. Nima deyardik? Bugungi bu oygi Navro'z bayrami, bahor o'zi bayramlarga boy. 8-mart, 21-mart, bahor 1-kuni va aynan bu bayramlarga qo'shimcha Ramazon oyi ham shu oyda kirib kelganligi bu bir yaxshilik. Odamlar qancha ko'p niyat qilib, yaratgandan qancha ko'p so'rasa, Alloh ham so'raganga, niyat qilganga, harakat qilganga beraman deydi. Demak, bu bayramlarda biz bir-birimizdan yaxshi niyat qilib, xalq-ahvol so'rab, yaxshi orzu-havaslarni qilib, yaxshi orzu-niyatlarni qilib, bilagimizni ko'kka ko'tarib Xudodan so'rar ekanmiz. Demak, o'sha yaxshi niyatlarimizdan ortig'ini, qilgan duolarimizdan ortig'ini bersin. O'ylagan ishlarimizdan ziyodasini Xudoni o'zi nasib qilgan bo'lsin, suyuntirsin. Bizni kuzatib boringlar. Keyingi dasturlarda sizlar bilan ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling, kasal bo'lmang.